Avstraliya Strategik Siyosat instituti 1 mart doklad e'lon qilib, Xitoy Kommunist partiyasining Sharq Turkistondan 80 mingdan ortiq Uyg'ur yoshlarini qul qilib, ularni 2017-yildan 19-yilgacha bo'lgan oralikda majburiy arzon emgak kuch qilib ishlatganligi o'ttirg'i qo'yildi. Dokladda 2 milliondan ortiq Uyg'ur, Qozoq va boshqa musulmonlarning jazo lageriga qamalganligi 2 yildan oshganligi va Sharq Turkistondan kelgan mahbuslarning nachar sharoitda aslalada milliy qimmat qarashi, an'anasi, madaniyati va ona tilidan ayirib etilganligi o'ttirg'i qo'yilgan. Washington Pochta gazetida Uyg'urlar setiludi mavzuliq e'lon qilingan dokladda Xitoy Kommunist partiyasining dinni cheklamasini terrorchilar, bo'lginchilar va diniy oshqullar degan nomlar bilan musulmon turklarni qo'lga olganligi va xalqaro jamiyatga biz ularga terrorchilarni kasbiy tarbiyalash orqali jamiyatga qayta olib kelamiz dedi. Shuningdan boshlab u kasbiy tarbiyalash markazi deb atalgan lagerlarda uzun muddat tutib turilayotganligi o'ttirg'i qo'yilgan. Sharq Turkiston Tashkilotlar birligi va Dunyo Uyg'ur qurultiyi vakillaridan tashkil topgan bir o'mak Sharq Turkistonda kundan kunga eshilayotgan vahima vaziyatini Anqarada kun tartibga elib kelishi uchun Oq partiyaning Anqaradagi bosh markazida tashqi ishlarga munosabatlik Oq partiya muavin raisi Javdat Yilmaz, Oq partiya raisi vakili Noman Kutulmush qatorliq rahbarlar bilan ko'rishdi. Sharq Turkistondagi bugungi vaziyat va koronavirus sababli xalqning beshiga kelgan baloyi ofatning chekiga yetib, necha 10 minglagan Uyg'ur va Qozoq yoshlarini qul o'rinda Xitoy zavod fabrikalarida majburiy ishga selinayotgan vaziyati aks ettirildi. Turkiya bosh bo'lib, dunyoning har qaysi joylaridagi munosabatli o'rinlarga Sharq Turkistonning navbatdagi har turli masalalarni bartaraf qilish to'g'risida talab sunildi. Amerikada yashayotgan demokratchi Xitoylar Xitoy Kompartiyasining paketni yoshirayotganligini va kishilarning fikr bayon qilish erkinligini cheklayotganligini tanqid qildi. Amerika ovozining bayonotiga qaraganda, demokratchi Xitoylar Xitoy kommunistlari qarshi namoyish qilgan bo'libmi Washington, Nyu-York, San-Fransisko, Los-Anjeles va San-Diego qatorliq shaharlarda Xitoyning mustabidligini Kompartiyaning boshlig'i Shi Jinpingda deb aks ettirgan. Namoyishni tashkillovchilarning biri muxbirlarga so'z qilib, Shi Jinpingning dunyo va insoniyatga ofat olib kelgan Wuhan virusidan xatarli ekanligini, uning siyosati, uning asosli jinoyat ekanligini ta'kidladi. Shuning bilan bir vaqtda namoyishga qatnashgan Hong Kong kishilik huquq faoliyatchilari xalqaro jamiyatning Xitoyda yuz berayotgan ishlarga diqqat qilish kerakligini, Xitoyda yuz bergan voqealarning dunyoga ta'sir ko'rsatadiganligini o'ttirg'i qo'ydi. Amerika doiralari butun mamlakatda koronavirus sababli hayotidan ayrilganlar sonining 21 ga yetganligini uqtirdi. Floridada 2, Kaliforniyada 1 kishi hayotidan ayrilgan. Amerika kasalliklarning oldini olish va kontrol qilish markazi bo'lsa, Xitoyning Wuhan shahridan yo'lga chiqqan Kaliforniya dengizida tutib turilayotgan 5000 kishilik yo'lovchi kemasidagilar bilan birlikda 33 shaharda bayqalgan koronavirus yuqumlanuvchilar sonining 512 ga yetganligini bildirdi. Kaliforniya va Nyu-Yorkdan keyin g'arbiy janub tarafdagi Oregon shahrida jiddiy ahvol e'lon qilindi. Yana bir tarafdan Yevropada koronavirus sabab bilan o'lganlar soni oxirgi 2 haftada 366 ga yetgan. Italiyadan keyin eng yuqori o'lim vaqasi yuz bergan Fransiyada o'lganlar soni oshib bormoqda. Fransiyada Səhiyyə Ministerligiga tava ommaviy to'rdan e'lon qilingan uqtirishida mamlakatda koronavirus sababli o'lganlar sonining 19 ga chiqqanligini, yuqumlanuvchilar sonining 1126 ga yetganligini e'lon qilgan. Shundaqla Eronda koronavirus sababli hayotidan ayrilganlar soni bir kunda 49 kishi bo'lib, jami 194 kishiga yetgan. Virus tez suratda Eronning butun shaharlariga tarqalmoqda. Xitoydan kelgan eng yangi uchurlarga asoslanganda, yangi tipdagi tajisman koronavirus sababli hayotidan ayrilganlar soni 3000 dan oshib ketgan. Davlatlik Səhiyyə Ministerligining yozma bayonotiga qaraganda, yaqinqi 24 soat ichida 24 odam virus sababidan o'lgan, 40 yangi yuqumlanuvchi bayqalgan. Buning 3 nafari Hong Kong alayda ma'mur rayonidan. Hozir Xitoyda umum yuqumlanuvchilar soni 80735 ga yetgan.
Yana bir tarafdan Saudiya Arabiston yangi tipdagi koronavirusga qarshi turish ko'rishida Misr, Arab Birlashma Xalifaligi va Bahrayn qatorliq 9 davlat bilan aeroplan va paroxod transportini to'xtatgan. Saudiya Arabiston rasmiy xabar agentligi Ichki ishlar ministrligining rasmiy manbalariga qaraganda, hukumat bu davlatda yashaydigan fuqarolar va chet elliklarning Arab Birlashma Xalifaligi, Kuvayt, Bahrayn, Livan, Suriya, Janubiy Koreya, Misr, Italiya va Iroqqa sayohat qilishni vaqtincha to'xtatgan.